Yangi Cobalt niyat qilib yurgan bo'lsangiz, пожалуйста, mana Matiz'ingizni olib keling. Пожалуйста, barter sifatida ishlab, Matiz'ingizni o'zlariga narxlab olib qolishadi. Qolganini bo'lib, ya'ni 1 yildan 5 yilgacha halollansa qilib berishadi. Bu hech qanaqa kredit emas, okalar. Halollansa, arendator o'zi bilan xudo xolasa 1 yildan 5 yilgacha halollansa qilib olsanglar bo'ladi. Misol uchun Matiz'inglar bo'lmasa ham, Spark va Nexus uchun farqi yo'q. Agar mashina bo'lsa, boshlang'ich $1000 bilan berib yuboraman, deyaptilar akalar. Boshlang'ich $1000 bilan juda zo'r variant akalar. 2025 hech kim bermaydi. Bor yo'q 16000 km yurgan ekan. Kraskalari top-toza, faralari yaxshi holat, 4 ta bo'lib yumshoq balon taqilgan. Bitta kamchiligi bor akalar, polik olsanglar bo'ldi, xudo xolasa. Obshipkalari yaxshi holatda, chexollari yaxshi holatda. Polik faqat ovorish kerak akalar. O'zini mana qarollari, kruz kontrollarigacha ishlaydi akalar. 16000 km yurgan akalar. Mashinamiz avtomat konditsionerlarigacha bor. Mashina to'laqonli benzin yuradi, faqat Toshkent shahar, Toshkent yonbag'irlariga beraman, deyaptilar. Mashina holati bomba aka. Ishoning, to'laqonli benzin yuradi. Hech qanaqa ish yo'q. Yangi mashina. Shunaqa paytga ham keldik. Ming bor uzr. Xullas kelib ko'ring, aka, haydab ko'ring. Yo'qsa baraka qilsangiz bo'ladi. Barterga lekin Matiz'ni hech kim olmaydi pashta akalar. Matiz'ni olib qolaman, deyaptilar. Xullas, Telegram nomerlarini qoldirdim, aloqaga chiqinglar.